86-masala. DNKning birinchi zanjirida 100 ta adenin bo'lib, umumiy adeninlarning 20% ni tashkil qiladi. Sitozinlar esa 200 ta bo'lib, umumiy sitozinlarning 40% ni tashkil qiladi. Birinchi zanjirdagi guanin sonini aniqlang. Birinchi zanjirdagi adenin soni 100 ta va bu 20% ni tashkil qiladi. Jami adeninlarning birinchi zanjirdagi sitozinlar soni 200 ta bo'lib, jami sitozinlarning 40% ni tashkil qiladi. Va bu yerda jami sitozinlar deyilayotgani uchun jami sitozinlar 100% ni tashkil qilsa, qolgan 60% ikkinchi zanjirda joylashgan bo'ladi sitozinlarning. Va guanin ham 60% ni tashkil qiladi. 200 ta sitozin 40% ni tashkil qilayotgan bo'lsa, 60% guaninlarni topadigan bo'lsak, 300 ta guanin kelib chiqadi. D javob.